Mamlakatimizda sog'liqni saqlash tizimini tubdan takomillashtirish, aholiga yaqin va sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishni ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Muhtaram Prezidentimiz tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan islohotlar, ayniqsa qishloq hududidagi oilaviy poliklinikalar faoliyatini yangi bosqichga olib chiqdi. Zamonaviy binolar, ilg'or tibbiy jihozlar, malakali kadrlar va xizmat ko'rsatishning yangi tizimi bugun o'zining amaliy samarasini bermoqda. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanidagi 29-sonli oilaviy poliklinika ham ana shunday o'zgarishlarning yorqin namunasidir. Bugungi kunda mazkur tibbiyot muassasasida bugun keng va zamonaviy ish sharoitlari, tibbiy xizmat ko'rsatish uchun barcha zarur imkoniyatlar yaratilgan. Eng muhimi, poliklinika 25388 nafar aholiga o'z vaqtida va sifatli tibbiy xizmat ko'rsatib, yurtdoshlarimizning salomatligini mustahkamlashga munosib hissa qo'shib kelmoqda. Muassasaga 34 yillik mehnat tajribasiga ega sog'liqni saqlash a'lochisi, ko'krak nishoni sohibi Hakimjon Siddiqov rahbarlik qiladi. Uning boy tajribasi jamoani ezgu maqsad atrofida birlashtira olgani tufayli poliklinikada hamjihatlik, mas'uliyat va intizom ustuvor tamoyilga aylangan. Poliklinikaning eng katta boyligi albatta uning insonlaridir. Bu borada 11 nafar shifokor va 60 nafar hamshira mehnat qiladi. Ularning 26 nafari patronaj hamshiralar bo'lib, har kuni mahallalar va xonadonlarda aholi bilan bevosita ishlaydi. Ular homilador ayollar, yosh onalar, go'daklar, keksalar hamda surunkali kasallikka chalingan bemorlar holidan muntazam xabar olib, kasalliklarning oldini olish, erta tashxis qo'yish, sog'lom turmush tarzini targ'ib etishda faol ishtirok etmoqda. Qishin-yozin bayram va dam olish demay el salomatligi uchun qadam tashlashda davom etayotgan jamoada Dilorom Murtazayeva, Dilbar va O'g'iloy Abdurahimovalar, Muyassar Adilova, Xurshid Shukurov, Shahnoza Zuhurova, Nargiza Qosimova hamda Muhabbat Kamolova kabi o'z kasbini yuksak insoniy burch deb biladigan fidoyi tibbiyot xodimlari mehnat qilib kelmoqda. Ularning har biri uchun bemor salomatligi eng oliy qadriyat hisoblanadi. Sharof Rashidov tibbiyot birlashmasiga qarashli 29-oilaviy poliklinika hozirgi kunda qariyb 26 ming aholiga tibbiy xizmat ko'rsatmoqda. Sog'liqni saqlash vazirining 384-buyrug'iga asosan hozirgi vaqtda aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish raqamlashtirish tizimiga bosqichma-bosqich o'tkazilgan bo'lib, bemorlarni qabul qilish, shifokorlarga yo'naltirish, statsionar davolashga yo'llanma berish, orderlar berish hammasi elektron tarzda amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga ambulator va kunduzgi statsionar davolanadigan bemorlar uchun dori-darmonlar raqamlashtirilgan, ya'ni elektron retsept orqali amalga oshirilmoqda.